Qiyomatning katta belgilari haqida xabaringiz bormi? Qiyomatning katta belgilari qiyomatning yaqin qolganiga dalolat qiladi. Agar bu belgilar ko'rinsa, undan keyin qiyomat bo'ladi. Ahli sunnat va jamoat qiyomatning katta belgilariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilganidek iymon keltiradilar. Ularning ba'zilari Mahdiyning chiqishi. Uning ismi Muhammad ibn Abdulloh, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ahl baytidan. U mashriq tarafdan chiqib 7 yil hukm qiladi va jabr zulmga to'lgan yer yuzini adolatga to'ldiradi. U molni hisobsiz beradi. U hukm qilgan davrda islom ummati avval ko'rmagan farovonlikni ko'radi. Yer bor o'simligini yerdan chiqaradi, osmon esa yomg'irlarni yog'diradi. Masih Dajjolning chiqishi. Iso alayhissalomning Shomdagi Damashqning sharq tomonidagi oq minor oldida nozil bo'lishlari. Iso alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan shariatga amal qilib, u bilan hukm qiluvchi bo'lib tushib, Dajjolni o'ldiradi va yer yuzida islom bilan hukm qiladi. Iso alayhissalom haq uchun jang qiladigan va Dajjolga qarshi urush qilishga jamlanib turgan hamda Alloh tarafidan madadlangan toifa oldiga namozga takbir aytilgan vaqtda nozil bo'ladi va o'sha namozning amiri orqasida iqtido qilib namoz o'qiydi. Ogoh bo'ling, Masih Dajjolning fitnasi katta fitnalardandir. Chunki Dajjol kufr, zalolat va fitnalarning manbaidir. Payg'ambarlarning barchasi o'z qavmlarini Dajjol fitnasidan ogohlantirdi. Bu ogohlantirishga eng ko'p e'tibor bergan Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lib, ummatlarni bu fitnadan ogohlantirar ekanlar, barcha namozlaridan so'ng Alloh taologa bu fitnadan panoh tilab duo qilar edilar. So'ngra Ya'juj va Ma'jujning chiqishi. 3 marta mashriqda, mag'ribda va Arab yarim orolida yer yutishi sodir bo'lishi. Tutunning chiqishi, quyoshning botish tarafidan chiqishi, yer jonivorining chiqishi va odamlar bilan so'zlashishi, odamlarni jamlaydigan olovning bo'lishi. Ahli sunnat va jamoat Alloh taolo va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar bergan o'lim talvasasi va o'limdan so'ng bo'ladigan o'lim farishtalarining hozir bo'lishlari, mu'minning Robbi bilan uchrashganida quvonishi, o'lim paytida shaytonning hozir bo'lishi, kofirning o'limi oldida keltirgan iymoni qabul bo'lmasligi haqidagi rivoyatlarning barchasiga iymon keltiradilar.